Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda og'riqli va har bir oilaga tegishli bo'lgan mavzuni tushuntirib beraman. Qarz sababli qariyalarni, pensionerlarni, yolg'iz keksalarni uydan chiqarib yuborish mumkinmi yoki yo'qmi? Hozir ko'pchilik bankdan qarzim bor, mikroqarz olganman. Sud ijrochisi kelib uyimni xatlayapti. Farzandim kredit olgan. Endi men yashayotgan uy xavf ostidami deb qo'rqib yashayapti. Bu ma'lumotni albatta oxirigacha ko'ring. Chunki birgina noto'g'ri imzo, birgina tushunmasdan berilgan rozilik, birgina sud xatini e'tiborsiz qoldirish butun oilani uy-joysiz qoldirishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday huquqiy mavzularni oddiy tilda, hayotiy misollar bilan tushuntirib boraman. Avvallari ko'pchilik qarzni tanish bilishdan, qarindoshdan, mahalladagi odamdan olar edi. Qarzni qaytara olmasa, odatda gap so'z, uyat, oila ichidagi kelishmovchilik bo'lardi. Albatta, bu ham yomon, lekin ko'pincha uy darrov tortib olinmasdi. Hozir esa vaziyat ancha o'zgardi. Bank kreditlari, mikroqarzlar, onlayn qarzlar, lombardlar, kafillik shartnomalari, ipoteka kreditlari, garov shartnomalari ko'paydi. Eng xavflisi, odamlar hujjatlarni oxirigacha o'qimay imzo qo'ymoqda. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat shuki, keksalar bolamga yordam bo'lsin deb uyini garovga qo'yadi. O'g'li yoki qizi biznes qilmoqchi bo'ladi, mashina olmoqchi bo'ladi, kredit oladi, bank esa garov kerak deydi. Ona yoki ota uy hujjatini olib boradi, notariusda imzo qo'yadi. O'sha paytda hamma tezda to'laymiz, hech narsa bo'lmaydi. Bu shunchaki rasmiyatchilik deydi. Lekin kredit to'lanmay qolsa, bank yoki kreditor aynan garovdagi mulk hisobidan qarzni undirishga harakat qiladi. Bu yerda eng katta xato, odamlar men qarz olmaganman, faqat uyimni garovga qo'ygandim deb o'ylaydi. Huquqiy jihatdan esa garov qo'yilgan mulk qarz bo'yicha javob berishi mumkin. Yana bir o'zgarish, sud ijro tizimi raqamlashdi. Qarzdorliklar tez aniqlanadi, hisob varaqlar bloklanadi. Avtomobil, uy-joy, yer uchastkasi, maosh, pensiya kabi manbalarga ta'sir qilinishi mumkin. Shuning uchun e'tibor bermasam o'tib ketadi degan davr tugadi. Agar suddan xat kelsa, ijro hujjati kelsa, bankdan ogohlantirish kelsa, bunga darhol munosabat bildirish kerak. Men avvalo aniq aytaman. Har qanday qarz uchun har qanday odamni darhol uydan haydab chiqarib yuborish mumkin emas. Bu juda muhim. Qarzdorlik bor ekan deb kimdir kelib chiqinglar. Uy endi bizniki deyishi qonuniy tartibsiz amalga oshirilmaydi. Odatda buning uchun shartnoma, sud qarori yoki notarial ijro hujjati, ijro harakatlari baholash, savdoga chiqarish kabi bosqichlar bo'ladi. Lekin xavf realmi? Ha. Ayrim hollarda juda real. Birinchi xavfli holat uy garovga qo'yilgan bo'lsa. Masalan, 68 yoshli ota o'g'li uchun 200 million so'm kreditga kafolat sifatida uyini garovga qo'ydi. O'g'li dastlab 6 oy to'ladi, keyin ishsiz qoldi. Qarzdorlik foizlar, jarimalar bilan 206 million so'mga chiqdi. Bank bir necha marta ogohlantirdi. Oila hali kelishamiz deb yurdi, lekin sud jarayoniga bormadi. Sud qaror chiqardi, ijro boshlandi. Uy baholandi. Savdoga chiqarish masalasi ko'tarildi. Mana shunday holatda keksalar biz uyimizdan chiqmaymiz desa ham, garov shartnomasi va sud qarori bo'lsa, xavf katta bo'ladi. Ikkinchi xavfli holat. Qarzdor aynan uy egasining o'zi bo'lsa va boshqa undirish imkoniyati bo'lmasa. Masalan, pensioner kishi mikroqarzlarni bir necha joydan olgan, jami 70 million so'mga yetgan. Lekin pensiyadan ushlab qolish qarzni yopishga yetmaydi. Uy uning nomida. Bu yerda ham darhol uy sotiladi deb bo'lmaydi. Chunki qarz miqdori, mulkning maqomi, unda kimlar yashashi, uy yagona turar joymi, garov bormi, boshqa mol-mulk bormi? Hammasi tekshiriladi. Lekin agar uy garovda bo'lmasa, odatda vaziyat garovdagi uyga qaraganda boshqacha baholanadi. Shuning uchun har bir holatni alohida ko'rish kerak. Uchinchi xavfli holat, keksalar kafillikka imzo qo'ygan bo'lsa. Ko'p odam kafil bo'lish qarz olgan bilan barobar emas deb o'ylaydi. Amalda esa kafil qarzdor qarzni to'lamasa, kreditor oldida javobgar bo'lishi mumkin. Masalan, nabira 1 million so'm kredit oldi, buvisi kafil bo'ldi. Nabira boshqa viloyatga ketdi, to'lamadi. Bank bunga talab qo'ydi. Buvining pensiyasidan ushlab qolish boshlandi. Agar kafilning mol-mulki bo'lsa, ijro jarayonida bu mulk ham ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun kafil bo'lishdan oldin odam, men shu qarzni o'zim to'lashga tayyormanmi deb o'ziga savol berishi kerak. To'rtinchi holat, uy farzand nomida, lekin unda ota-ona yashaydi. Bu juda ko'p uchraydi. Masalan, uy hujjatda o'g'ilning nomida, lekin 75 yoshli ota-ona shu uyda butun yildan beri yashaydi. O'g'il kredit olib qarzga botdi. Kreditorlar uyga da'vo qila boshladi.
Bu vaziyatda keksalar bu bizning uyimiz, biz yashaymiz deydi. Lekin hujjatda mulkdor o'g'il bo'lsa, qarz o'g'ilniki bo'lsa, uy uning mulki sifatida ko'rilishi mumkin. Shu joyda keksalarning ro'yxatda turishi, doimiy yashashi, ulushga egaligi, uy qachon va qanday olingani, ota-onaning mablag'i qo'shilganmi, meros yoki hadya masalasi bormi? Bularning hammasi ahamiyatga ega bo'ladi. Endi kimlar nisbatan kamroq xavotir olishi mumkin? Agar qarz sizniki bo'lmasa, siz kafil bo'lmagan bo'lsangiz, uy garovga qo'yilmagan bo'lsa, uy sizning nomingizda bo'lsa, farzandingizning qarzi uchun siz hech qanday hujjatga imzo qo'ymagan bo'lsangiz, odatda farzandingizning shaxsiy qarzi uchun sizning uyingizga to'g'ridan to'g'ri da'vo qilish qiyin. Lekin bu ham umuman xavf yo'q degani emas. Masalan, farzandingiz sizning nomingizdagi uyni soxta hujjatlar bilan garovga qo'ygan bo'lsa, ishonchnoma bergan bo'lsangiz yoki siz bilmay turib notarial hujjatga imzo qo'ygan bo'lsangiz, vaziyat murakkablashadi. Yana bir misol. Ona 7-2 yoshda, uy uning nomida. Qizi 1 million so'm qarz olgan, onasi hech qayerga imzo qo'ymagan. Kreditor kelib, qizing to'lamasa, uyingni olamiz deb qo'rqitadi. Bunday vaziyatda men odatda aytaman, hujjat ko'rsating. Qaysi shartnoma, qaysi kafillik, qaysi garov, qaysi sud qarori? Og'zaki tahdid qonun emas, agar hujjat bo'lmasa. Keksani qo'rqitish, bosim o'tkazish, uydan haydashga urinish noqonuniy bo'lishi mumkin. Eng katta nozikliklardan biri yagona uy masalasi. Ko'pchilik agar mening bitta uyim bo'lsa, hech kim ololmaydi deb o'ylaydi. Bu fikr ayrim holatlarda himoya bo'lishi mumkin, lekin mutlaq qoida emas. Ayniqsa, agar aynan shu uy garovga qo'yilgan bo'lsa, yagona uy deb himoyalanish har doim ham ish bermasligi mumkin. Chunki garov shartnomasiga imzo qo'yilganda mulkdor bu mulk qarz ta'minoti ekanini qabul qilgan bo'ladi. Shuning uchun mening boshqa uyim yo'q degan gap sudda muhim omil bo'lishi mumkin, lekin garov huquqini avtomatik bekor qilmaydi. Ikkinchi noziklik, notariusda imzo qo'yilgan hujjatlar. Ba'zan odam notarius menga tushuntirmadi deydi. Lekin hujjatda mazmuni tushuntirildi, taraflar rozi degan jumlalar bo'ladi. Sudda keyin men tushunmaganman deyish oson emas. Albatta, agar aldov, majburlash, ruhiy bosim, savdsizlikdan foydalanish, kasallik, aqliy holat bilan bog'liq muammolar isbotlansa, hujjatni bekor qilishga urinish mumkin. Lekin buning uchun dalil kerak. Tibbiy ma'lumotnoma, guvohlar, yozishmalar, audio, video dalillar, ekspertiza. Uchinchi noziklik, qarz miqdori va uy qiymati. Masalan, qarz 25 million so'm, uy 500 million so'm turadi. Bunday holatda butun uyni sotish adolatli ko'rinmaydi. Lekin qarz o'sib boraversa, foizlar, penya, sud xarajatlari, ijro xarajatlari qo'shilsa, 25 million garti millionga, garti millionga aylanishi mumkin. Shu sababli qarzni kichik paytida hal qilish kerak. Keyin ko'ramiz degan har oy qarzdorning holatini yomonlashtiradi. 4-chi noziklik, pensiyadan ushlab qolish. Ayrim keksalar pensiyamga tegolmaydi deb o'ylaydi. Aslida qonunchilikda belgilangan tartibda pensiya yoki boshqa daromaddan ma'lum foiz ushlab qolish mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin hammasini olib qo'yish odamni umuman yashash mablag'isiz qoldirish mumkin emas. Agar pensiyadan juda ko'p ushlab qolinayotgan bo'lsa, ijro organiga ariza yozib, ushlab qolish miqdorini qonuniy chegarada ko'rib chiqishni so'rash kerak. 5-chi noziklik, qarzdorlikni kollektor yoki xususiy undirish guruhlari talab qilganda. Agar kimdir telefon qilib haqorat qilsa, qo'rqitsa, ertaga uyingga boramiz, eshigingni buzamiz, mahallaga sharmanda qilamiz desa, bu huquqiy undirish emas. Bosim bo'lishi mumkin. Hech kim sud qarorisiz yoki qonuniy vakolatsiz odamning uyiga bostirib kirishga, mol mulkini olib ketishga, keksa odamni ko'chaga chiqarishga haqli emas. Siz bunday holatda suhbatni yozib oling, telefon raqamini saqlang, guvoh chaqiring va ichki ishlar organlariga murojaat qiling. 6-chi noziklik, oila ichidagi kelishuvlar. Masalan, ota uyini o'g'liga hadya qildi. Lekin men umr bo'yi shu yerda yashayman deb og'zaki kelishdi. Keyin o'g'il qarzga botdi yoki kelini bilan kelishmovchilik chiqdi. Ota uy meniki edi deydi. Lekin hujjatda hadya qilingan bo'lsa, mulk huquqi o'zgargan bo'ladi. Shuning uchun keksalar hech qachon uyini farzand nomiga o'tkazganda faqat ishonchga tayanmasligi kerak. Umrboqi yashash huquqi, foydalanish huquqi, ulush, vasiyat, hadya shartlari kabi masalalar oldindan huquqshunos bilan maslahat qilib rasmiylashtirilishi kerak. 7-chi noziklik, sud xatlarini olmaslik. Ba'zi odamlar xatni olmasam sud bo'lmaydi deb o'ylaydi. Bu juda xavfli xato. Xabar berish tartibi bajarilgan deb hisoblanishi mumkin va ish sizsiz ko'rilishi ehtimoli bor.
Keyin qaror chiqqandan so'ng uni bekor qilish yoki shikoyat qilish muddatlari o'tib ketadi. Shuning uchun suddan, bankdan, ijro organidan kelgan har qanday xatni ochib o'qing, sanasini yozib qo'ying, nusxasini saqlang. Endi eng muhim qism nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam hujjatlarni yig'ing. Uy kadastr hujjati, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, garov shartnomasi, kredit shartnomasi, kafillik shartnomasi, sud qarori, ijro varaqasi, bank ogohlantirishlari, to'lov kvitansiyalari, pensiya ma'lumotnomasi. Oilaviy tarkib yoki ro'yxatda turuvchilar haqidagi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Hujjat yo'q bo'lsa gap ko'payadi, hujjat bo'lsa vaziyat aniq ko'rinadi. Ikkinchi qadam, qarz aynan kimniki ekanini aniqlang. Qarzdor kim? Kafil kim? Garov beruvchi kim? Uy egasi kim? Bu to'rtta savolga javob topmasdan turib vahimaga tushmang. Masalan, qarzdor o'g'il, kafil ota, garov beruvchi ona bo'lishi mumkin yoki qarzdor qiz, lekin ota, ona umuman hujjatda yo'q bo'lishi mumkin. Har birining huquqiy oqibati boshqa. Uchinchi qadam, agar sud jarayoni bo'lsa, albatta qatnashing. Sudga bormaslik katta xato. Sudda siz qarz miqdorini tekshirtirishingiz, foiz va penya asosi oshirilgan bo'lsa, e'tiroz bildirishingiz, muddat so'rashingiz, kelishuv taklif qilishingiz, garov bilan bog'liq holatlarni tushuntirishingiz mumkin. Agar keksa odamning sog'lig'i yomon bo'lsa, bu haqda tibbiy hujjat taqdim etish, vakil orqali qatnashish mumkin. To'rtinchi qadam, ijro organiga yozma murojaat qiling. Agar sud qarori ijroga kelgan bo'lsa, ijrochiga og'zaki yig'lab borish yetarli emas. Ariza yozing. Arizada qarzdorlikni bo'lib to'lashni, ijro harakatlarini kechiktirishni yoki muayyan tartibda amalga oshirishni so'rashingiz mumkin. Albatta, buni qabul qilmaslik vakolatli organ va sudga bog'liq, lekin yozma murojaat bo'lmasa, sizning holatingiz rasmiy ko'rilmaydi. 5-qadam, bank yoki kreditor bilan muzokara qiling. Qarzni yashirish emas, muhokama qilish kerak. Bankka boring, qayta tuzish, muddatni uzaytirish, foizni qayta ko'rib chiqish, qarzni bo'lib to'lash bo'yicha ariza bering. Masalan, 1,5 million so'm qarz bo'lsa, bir yo'la to'lash imkonsiz bo'lishi mumkin. Lekin oyga 2 milliondan to'lash rejasi, dastlabki 20 million to'lov, qolganini jadval asosida yopish taklifi muhokama qilinishi mumkin. Kreditor ham ko'pincha uzoq sud va savdo jarayonidan ko'ra real to'lov rejasini afzal ko'radi. 6-qadam, keksalar nomidan hech kimga ishonchnoma bermang. Bermoqchi bo'lsangiz juda ehtiyot bo'ling. Ishonchnoma orqali uy sotilishi, garovga qo'yilishi, hujjatlar olinishi mumkin. Faqat bir ish uchun kerak degan gapga ishonib, keng vakolatli ishonchnoma berib yuborish juda xavfli. Ishonchnomada aniq vakolatlar, muddat, qaysi harakatga ruxsat berilayotgani ko'rsatilishi kerak. 7-qadam, agar bosim, tahdid aldov bo'lsa, darhol murojaat qiling. Ichki ishlar organlari, prokuratura, sud, advokat, mahalla, keksalarni qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar, bepul yuridik yordam ko'rsatadigan markazlarga boring. Ayniqsa yolg'iz qariya bo'lsa, qarindoshlar yoki qo'shnilar befarq bo'lmasligi kerak. Keksa odamni qo'rqitib imzo oldirish, uydan chiqarishga majburlash, hujjatlarni yashirish jiddiy masala. 8-qadam, hech qachon bo'sh qog'ozga imzo qo'ymang. Bu oddiy gapdek tuyuladi. Lekin amaliyotda eng ko'p uchraydigan xatolardan biri. Keyin to'ldiramiz. Bu ariza xolos, tezroq imzo qo'ying deyshadi. Har bir sahifani o'qing. Tushunmasangiz imzo qo'ymang. Bir kun kuting, huquqshunosga ko'rsating. Farzandingizdan emas, mustaqil mutaxassisdan maslahat oling. 9-qadamga, agar uyda boshqa oila a'zolari, voyaga yetmagan bolalar, nogironligi bor shaxslar yoki qariyalar yashasa, buni alohida ko'rsating. Bu har doim uyni saqlab qoladi degani emas, lekin sud va ijro jarayonida ijtimoiy holat, yashash joyi, boshqa turar joy mavjudligi, ro'yxatda turuvchilar masalasi ahamiyatli bo'lishi mumkin. Hamma ma'lumot hujjat bilan tasdiqlansin. 10-qadam, oldindan profilaktika qiling. Eng yaxshi himoya nizo boshlangandan keyin yugurish emas, nizo boshlanmasidan oldin ehtiyot bo'lishdir. Farzand kredit olmoqchi bo'lsa, uy garoviga rozilik berishdan oldin quyidagilarni so'rang. Kredit summasi qancha? Oylik to'lov qancha? Daromad manbai nima? To'lamasa kim to'laydi? Garovga qo'yilayotgan uyda kimlar yashaydi? Boshqa garov yo'qmi? Sug'urta bormi? Shartnomada penya qanday hisoblanadi? Agar bu savollarga aniq javob bo'lmasa, imzo qo'ymang. Bir oilada 7 yoshli ona o'g'lining biznesi uchun uyini garovga qo'ygan. Kredit 300 million so'm bo'lgan. Biznes yurishmagan. Qarz 380 millionga chiqqan. Ona men biznesdan 1 so'm olmaganman dedi. Bu gap insoniy jihatdan to'g'ri, lekin huquqiy jihatdan u garov beruvchi bo'lgani uchun uy xavf ostida qoldi.
Agar ular boshida bank bilan gaplashib, kreditni restrukturizatsiya qilganida ehtimol savdoga chiqarishgacha bormasdi. Boshqa holatda 6 yoshli ota qiziga kafil bo'lgan. Qizi 40 million so'm kredit olib chet elga ketgan. Bank otaning pensiyasidan ushlab qolishni boshlagan. Ota men qarz olmaganman deb norozi bo'lgan. Lekin kafillik shartnomasi bor edi. Bu yerda uyga darhol xavf tug'ilmagan, ammo pensiya kamaygani otaning hayotiga qattiq ta'sir qilgan. Shuning uchun kafil bo'lish ham juda katta mas'uliyat. Yana bir holatda kreditorlar qariyani qo'rqitib, "Nabirang qarzni to'lamasa, uyingni olib qo'yamiz" degan. Tekshirilganda qariya hech qanday hujjatga imzo qo'ymagan, uy ham garovda bo'lmagan. Bu holatda kreditorning tahdidi asossiz bo'lgan. Qariya suhbatlarini yozib olib, murojaat qilgandan keyin bosim to'xtagan. Demak, hujjat bo'lmasa, tahdidga ishonib ketmaslik kerak. Hurmatli tomoshabinlar, qarz masalasida eng katta xavf qarzning o'zi emas, hujjatni tushunmasdan imzo qo'yish, sud xatlarini e'tiborsiz qoldirish va vaqtida yordam so'ramaslikdir. Qariyalarni har qanday qarz uchun darhol uydan haydab chiqarish mumkin emas. Lekin uy garovga qo'yilgan bo'lsa, kafillik bor bo'lsa, sud qarori chiqqan bo'lsa, ijro boshlangan bo'lsa, vaziyat juda jiddiylashadi. Mening maslahatim, bugunoq uy hujjatlaringizni tekshiring, kimga kafil bo'lganingizni eslang. Garov shartnomalari bor yo'qligini aniqlang. Qarindoshlaringizga ham tushuntiring. Ayniqsa ota-onangiz, bobolaringiz hech qanday hujjatga tushunmasdan imzo qo'ymasligi kerak. Agar sizning oilangizda shunga o'xshash vaziyat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qarz kimniki edi? Uy kimning nomida edi? Qanday muammo chiqdi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, mahalladagi keksalarga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot ba'zan butun bir oilaning uyini saqlab qolishi mumkin.